Assalomu alaykum vatandosh va zamondosh dunyo o'zbeklari. Umr guzorini oralab baxt chashmasini topolmayapsizmi? Maqsad tog'ini oshishda hayot so'qmoqlarida adashib ketyapsizmi? Tuhmat qorlaridan va g'iybat yomg'irlaridan qochib tushkunlik g'origa bekinib oldingizmi? Qalb torini chertish uchun munosabat notasini chalishni bilmayapsizmi? Ruhiy iztiroblardan charchab jismoniy mehnatga bo'yningiz yor bermayaptimi? Zamon bilan hamnafas yashash uchun o'zingiz bilan kelisholmayapsizmi? O'zbek oyim mantiqiy hikmatlarining mag'zini chaqishga farosat tishlaringiz o'tmayaptimi? Sog'liq g'unchalarini parvarishlash uchun nimalar qilishni bilmayapsizmi? Shu kabi savollarga javob topish uchun O'zbek oyim ta'limotining sir asrorlaridan xabardor bo'lishingiz uchun O'zbek oyim nomli donishmandlar ravnaqi hamjamiyatining yetakchisi Inobatxonim Abiyevaning jonli efir to'lqinlarida video chat orqali berilayotgan hayot falsafasi fanidan onlayn saboqlarini mutlaqo bepul har yakshanba soat 9 dan 11 gacha tinglab o'zingizni qiziqtirgan va qiynayotgan savollaringizni yo'llab va dil izhorlaringizni yo'llashingiz mumkin.